Türkiyədəki Uyğurlar Xitayğa qarşı birləşishga va'dalashdi. 10 iyun yakshanba kecha Sharq Turkiston Ulamolar birligining tashkillashi bilan İstanbul Küçükçekmece Fatih Camisi'de Qadr kechasi faoliyati elib berildi. Faoliyatga Turkiyada faoliyat elib berayotgan har qaysi Sharq Turkiston tashkilot mas'ullari, peshqadam ulamo va ustozlar, mujohidlar qatorliq ayollardan bo'lib 2000 ga yaqin kishi qatnashdi. Faoliyat kech soat 11:30 da boshlanib 2:30 gacha davom qildi. Faoliyat tahajjud namozi bilan boshlanib, har namoz orasida da'vat tarbiya elib berildi. Sharq Turkiston Ulamolar birligidan peshqadam ustoz Niyoz Damollam so'z qilib, Qadr kechasining alohidaligi, ahamiyati haqida to'xtaldi. Sharq Turkiston Ulamolar birligi da'vat guruhining mas'uli ustoz Habibullah Ko'sanimo Qadr kechasi va uningdagi ibodatlar haqida to'xtaldi. Ustoz Habibullah so'zining oxirida Xitoyga qarshi birlashishni ta'kidlab, Xitoy kafirlari bir qancha davlatni atrofiga yig'ib, biz bir deb maydon izhor qilyotdi. Biz Sharq Turkiston xalqining o'zaro qo'l tutishib, Xitoyga qarshi biz bir degan maydonni izhor qilish vaqtimiz keldi dedi. Muşunda turup Allah'ın aldığı vədi verip qarindaşlarımız qarindaşlar. Kafirlar muşunda qılıdikan, muş mihrab, muş mescid, muş ayet bizni qılamam da. Men nima uchun muşunun özü qarindaşlar? Biz Allah'a bergen vədimiz oldu muşu. Bunundan keyin biz musulmonning kaynidan gap qilmaymiz. Fakat nasihat qilish uchun gap qilamiz. Uningdan boshqa g'ayvat qilmaymiz. Musulmonlarni haqoratlamaymiz, tillamaymiz. Hammamiz insoniyatning, Allohning, payg'ambarning butun ish mushtin tatib, hatto jon-jonivor, dal-daraxt, tuproqning dushmani bo'lgan shu Xitoy kommunistlarni tillaymiz. Bizni bu dunyoda ittifoq qilib qo'ysalar ya Alloh. Bizge casuslarının, pişnixonlarının aramızda ittifaqlaşını bizni panoh tilaymiz ya Allah. Çoğlarını çoğ biladigan, alimni alim biladigan ang tushuncha ato qilsizlar ya Allah. Bizni mush birligimizni mangu saqlab qo'ysinlar ya Allah. Ey Allah, vatanimizga zulmni keltirmasinlar ya Allah. Vatanimizga zulmni keltirmasinlar ya Allah. Vatandakilar tilda tasavvur qiluvsiz bir zolimning qul qilib qildi ya Allah. Shu zolimlarga mushundaq ittifoq kurash qilsizlar ya Allah. Jamiyaga yig'ilgan barliq Sharq Turkiston xalqi o'zaro qo'l tutishib, o'zlarining Xitoyga qarshi bir ekanligini izhor qilishdi. Jami ichi yig'i-zora va Allohu akbar degan sadolar bilan titridi. Shundaqla Turkiyaning musulmonlarga ega bo'lish sifati bilan dunyodagi din dushmanlarining siyosiy o'yinlaridan qutulishi, davlat ishlarining o'ngishli bo'lishi uchun duo qilindi. Tahajjud namozini boshlab o'qib bergan Ömer Qarajimning yetaklashi bilan Sharq Turkistonda Xitoy zulmida ingrayotgan qarindoshlarimizning tezroq ozodlikka erishishi, Xitoy rejimining halokati uchun duolar qilindi. Oxirida Sharq Turkiston Ulamolar birligi tayyorlagan tamoqlar bilan suhurluq berildi. Cemaat erbabi Abduqadir Yapcan Uyg'urlarni iftorga chaqirdi. 9 iyun Abduqadir Yapcan akamiz İstanbulda yashayotgan Sharq Turkiston xalqini iftorga chaqirdi. Gerçi Abduqadir Yapcan bu iftorga o'zi kelolmasa-mu, uning mehmon do'stligi, o'tliq salami mehmonlarga yetib keldi. Har qachon Abduqadir Yapcan deyilganda, uning sunmas ruhi, Xitoyga qarshi dadil maydoni har bir Uyg'ur xalqining qalbida namoyon bo'ladi. Uning ismi chiqqan hamon xotiralar bizlarni uning o'tliq so'zlariga elib ketadi. Faoliyatga Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zolari va İstanbulda yashayotgan Uyg'urlardan 1000 ga yaqin kishi qatnashdi. Faoliyatda Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi, qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulloh O'g'izxon so'z qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan siyosiy bostirishining ig'irlashishiga ergishib, tashkilotlar orasida fitna ig'volar ko'payishga boshlaganligini, biroq bundoq ig'volarga pisand qilmasdan nishondan qaymay yo'lni davom qildiganligini bildirdi. Faoliyatda yana Sharq Turkiston Ulamolar birligining da'vat guruhi mas'uli Habibullah Ko'sani Ramazonning fazilati haqida so'z qilib, bu kunlarni qadrlab, vaqtni ching tutib ibodat qilishni ta'kidladi. Sharq Turkiston Ulamolar birligidan Mahmud Qarajimning yetakchiligida namoz shamda qunut o'qilib, Sharq Turkistonda qatmuqat zulmga qolgan, o'zining iymoniy va islomini saqlash yo'lida Xitoy turmalarida aziyat chekayotgan, lagerlarda Xitoy rejimining inson qalbidan chiqqan zulmida kunlarini o'tkazayotgan qarindoshlarimizning tezroq ozodlikka chiqishi uchun duolar qilindi.
O'limalar birligi hay'ati ustoz Jubbali Ahmadni ziyorat qildi. 10-iyun Sharq Turkiston O'limalar birligidan tashkillangan bir hay'at Turkiyada tunilgan mashhur olim, da'vatchi ustoz Jubbali Ahmadni ishxonasida ziyorat qildi. Ziyoratda Xitoy rejimining Sharq Turkistonda elib berayotgan inson qalbidan chiqqan diniy cheklama, siyosiy bostirish va qirg'inchiliklar tunishtirildi. Hamda ustoz Jubbali Ahmadga Sharq Turkistonning hozirgi mavjud vaziyat ahvoli bayon qilingan Sharq Turkiston qon yig'layotidi nomli kitob hadya qilindi. Ziyorat yana Xitoy rejimining Sharq Turkiston xalqi ustidan elib berayotgan vahshiy siyosatiga qanday qarish turish, qanday to'xtatish hamda Turkiya bilan Xitoy munosabatining quyuqlashishiga ergashib, Turkiyadagi siyosiy faoliyatchilarning faoliyatiga ta'sir ko'rsatish xavfi haqida fikr almashtirildi. O'limalar birligi hay'ati ziyoratining atisi, ya'ni tunugun kecha ustoz Jubbali Ahmad Bursada o'tkazilgan Qadr kechasi faoliyatida qilgan so'zida Sharq Turkiston haqida alohida to'xtaldi. Bak dün gece bana saat 2-2.30'a kadar geldiler. Doğu Türkistan uleması geldi. Büyük insanlar, hepsi alim. Yemen mezunu, üniversiteleri bitirmişler. Alim adamlar geldi. Oradaki bir eski medrese müderrisi geldi. Adamlar, bak siz burada rahat rahat oturuyorsunuz. Siz derken ben sizden rahatım. Yani yiyoruz, içiyoruz. Adamlar perişan olmuşlar. Göçe mecbur olmuşlar. Şimdi diyorlar 20.000 mescit yıkıldı. 20.000 Çin gavuru, 20.000 mescit yıkıldı. Biz ne yapıyoruz? Şeriatı muhafaza için toplan. Bizim siyasetle işimiz yok. Riyasetle işimiz yok. Particilikle derdimiz yok. Biz millete din anlatacağız. Bize ne partiden pırtıdan ya? Herkes kendi bildiğini yapsın yani. Milletin aklı yok mu? Ama 3 hoca bir araya gelip ehli sünnet heyeti kuramadık. Onlar burada gurbette 70 alim toplanmış heyet kurmuşlar. Allah mübarek eylesin. Amin. Darısı bizim hocalarımızın başına. Biri dama girmiyor, biri damdan çıkmıyor. Öyle olur mu ya? Şimdi biz birlik olsak Doğu Türkistan'a da yardım ederiz, Filistin'e de yardım ederiz, Yemen'e de yardım ederiz. Türkiye büyük güç. Ve lakin Yahudi masonlar bizi perişan etmişler. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Ehl-i sünnete birlik, beraberlik nasip eylesin. Dulqun Aysoning onasining Xitoy jazo lagerida vafot topganligi oshkorlandi. Dünya Uyghur Qurultayı raisi Dulqun Ayso apandining onasi Ayxon Mehmet xonimning Xitoy tajovuzchilarining atalmış tarbiyalash markazi nomidagi jazo lagerida bu yil 2018 yili 5-oyning 17-kuni vafot bo'lganligi Xitoyning axborotni qattiq kontrol qilganligi sababli amdilikda bugun ma'lum bo'ldi. Marhum Ayxon Mehmet xonim 1940 yili Sharq Turkistonning Aqsu viloyatiga tava Kalpin noyasida dunyoga kelgan bo'lib, 78 yoshida olamdan o'tdi. Dulqun Ayso apandi 1994 yili vatanni tark etgandan buyongi 24 yil jarayonida onasi Ayxon Mehmet bilan qayta didorlashish fursatiga erisholmadi. 24 yildan buyon Xitoy rejimining kuchli taqiblari ostida ig'ir hayot kechirgan Ayxon onaning umrlik orzusi o'g'li Dulqun bilan bir qitim yuz ko'rishib olish bo'lsa-mu, zalim Xitoy rejimining to'salg'ulari tufayli bu murodiga yetolmay dunyo bilan vidolashdi. U Xitoy jasuslik organlarining o'g'ling chet eldagi harakatlarini to'xtatmasa, sizlarning oqibatinglar xatarlik degandek tahdidlariga qilchi bosh egmagan, yuzlarcha qitimliq so'roq savollar oldida qaddini tik tutib kelgan ulug'vor fazilatga ega onalardan biri edi. Bu munosabat bilan Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi marhuma Ayxon Mehmetga Allohdan rahmat, Dulqun Ayso boshchiligidagi butun oilasiga sabr toqat tilaydiganligini bildirib, bayonot e'lon qildi. Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'ini Xitoy manfaati bilan yakunlandi. Uyg'urlarning jonajon manfaati hamda milliy mustaqillik harakati yana bir qatim Sharq Turkistonning yaqin qo'shnilarining Xitoyga bosh egishi bilan yakunlandi. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston qatorliq ko'ni a'zolar hamda Pokiston va Hindistondan iborat yangi a'zolarning atalmış 3 xil kuch nomidagi Uyg'ur milliy mustaqillik harakatini to'sish, yo'qotishni asos qilgan manfaat to'xtamini imzolash va 6 o'rtaq qarashda birlikka kelish bilan oxirlashdi. Kelishimning umumiy qiymati 30 milliard yuan Xitoy puli ekanligi bildirildi. Vyetnamda Xitoy mablag' solg'uvchilariga qarshi namoyish o'tkazildi. Vyetnamda hukumatning yangi iqtisodiy rayonlar barpo qilish planiga qarshi norozilik bildirgan namoyishchilardan 102 kishi tutildi. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, yangi qurilmoqchi bo'lgan 3 iqtisodiy rayonda
Xitoy mablag' salg'uvchilarining ustunlikni egallaydiganligidan andisha his qilgan Vyetnam xalqi poytaxt Hanoy va boshqa shaharlarda namoyish qildi. Saqchi doiralari Binsuan shtatidagi namoyishda 102 kishining tutilganligini bildirdi. Poytaxt Hanoydami shanba 9-iyun kuni Xitoyga qarshi shuarlar yozilgan lozunkalarni ko'tarib norozilik bildirgan namoyishchilarga saqchilarning to'sqinlik qilishi bilan chiqqan surkilishlarda 10 dan ortiq kishi tutilgan edi. Xitoydagi yuk mashina shofirlari zo'r ko'lamda ish tashildi. Xitoyning adolatsiz tuzumlariga chiday olmagan har qaysi o'lkalardagi yuk mashina shofirlari 8-iyundan boshlab keng ko'lamda ish tashlagan. Aslida 12-iyunga planlangan bu harakat muddatdan burun boshlangan. Ish tashlag'uvchilar may bahosi va yo'l haqqining to'xtamay o'rilishi, maoshning tuvan bo'lishi, qatnash soqchilarining qalaymaqan jarimani qo'yishi qatorliq ahvollarga noroziligini bildirgan va hukumatning darhol inkos bildirishini talab qilgan. Ko'p qism o'lkalarda tangli boshlangan bu harakat Xitoy doiralarini aloqazor qilib o'tgan bo'lib, bu xabarning tarqalishini cheklagan va omonlikni saqlash uchun soqchi qismlar harakatga kelgan. Xitoyda hozir 30 milliondan ortiq yuk mashina shofiri bo'lib, ish tashlag'uvchilar bularning hammasini ish tashlashga chaqiriq qilgan. CNN Shimoliy Koreya masalasi hal bo'lsa, Amerikaning Xitoy bilan texmo erkin raqobatlasha oladiganligini bildirdi. Amerika prezidenti Trump bilan Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Unning 12-iyun kuni Singapurda uchrashadiganligi muqimlashdi. Bu uchrashish uchun Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un bugun Singapurga kelib bo'ldi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, agar uchrashish muvaffaqiyatli amalga oshsa, bu ikki davlat rahbarining tunji qatim yuz turani ko'rishishi bo'ladi. Kuzatuvchilar uchrashishda ikki taraf kelishim hosil qilib, ikki davlat munosabatlarida burilish yuz bersa, buningga Xitoyning qanday inkos qaytaradiganligiga diqqat qilmoqda. Amerika ismli xabarlar to'ri CNNning juma kuni e'lon qilgan bu vaqtdagi bir analizida Xitoyning uchrashishining amaliy natijasiga erishishni xohlamaydiganligi bildirilgan. Analizda qayd qilinishicha, chunki Koreya yarim orolida muqimlik amalga oshsa, bu Amerikaning hozirgi Xitoy bilan bo'lgan strategik raqobatini texmo erkin elib berishiga imkon yaratib berdi ekan. Ilgari Shimoliy Koreyaning yadro qurollar plani Amerikani band qilib, uni izchil Xitoyning hamkorligiga muhtoj qilib kelgan edi. CNN analizida mutaxassislar Koreya orolidagi jiddiylik pasaysa, Janubiy Koreyada turishliq Amerika qismlarining putquli bo'shaydiganligi, ularni Osiyo Tinch okeanidagi boshqa joylarga yo'tkash imkoniyati tug'ildiganligini bildirgan. Analizda bayon qilinishicha, Xitoy Donald Trump bilan Kim Jong Unning uchrashishining faqat Koreya yarim orolidagi vaziyatni yumshatishini, lekin uning qo'lga chiqqudek natijaga erishishini xohlamaydi ekan. Analizda Amerikaning Shimoliy Koreya masalasiga bog'lanib qolishi Xitoyga nurg'un fursat yaratib berdiganligi bildirilgan. Analizda qayd qilinishicha, bu uning Janubiy dengizdagi o'rnini mustahkamlab, Tayvanga diplomatik harbiy bosimni kuchaytirishi, Yaponiyaning Sharqiy dengizdagi orollarga parakandichilik selishi, armiyasini zamonaviylashtirishi va Osiyo Tinch okean rayonidagi davlatlar bilan iqtisodiy munosabatini cho'nqurlashtirishiga fursat yaratib bergan. Prezident Trump bilan Kim Jong Un Amerika bilan Xitoyning Janubiy dengizdagi ixtilofi kuchayib ketgan mezgilda uchrashdi. Yaqinda Amerika davlat mudofaa ministri Jim Mattis Xitoyning Janubiy dengiziga qurol-yarog' o'rinlashtirganligini tanqidlab, bu qurollarning boshqalarni qo'rqitish va zo'rlashni maqsad qilganligini ta'kidlagan. Ham buningga qarshi unumli tadbirlarni oladiganligini bildirgan edi.